kelgan muhtaram mehmonlar. Salam, azizligi bilan elning ko'zida turayotgan suyimli korxonchilar. Salam, chekimizga gul qilib qisib olsaqmi arzigidek san'atkorlarimiz. Hammanglarning har vaqtinglar xayrli bo'lsin. Qizinglar Mahira Abdug'niydan har biringlarga sig'inishli salom. Bugün sizlar bilan ko'rishganligimizdan nihoyatda xursandmiz. Bugün men Şinjan Kamera Madaniyat tarqitish cheklik shirkati izchil ishlab kelayotgan. Mana hozir ko'pchilik bilan yuz ko'rishgunga 1 yildan oshgan elchi programmasiga vakolatan, programmamizning pardikayida ishlayotgan barliq xizmatchi xodimlarga vakolatan sizlarning oldinglarga salomga chiqib turibdiman. Elchi programmamiz yo'l qo'yilib, hozirgacha biz nurg'un korxonchilarning qo'llab-quvvatlashi bilan, har soha har kasbdagi yoshlarimizning sahnamizga intilishi bilan, sahnamizni yaxshi ko'rishi bilan, muhimi mushu programmani tashkil qilgan xizmatchi xodimlarga ishonishi bilan, sahnada o'zining baxtini tepishga bo'lgan umid ishonchining yuqori ko'tarilishi bilan programmamiz izchil davomlashib, mana bugunga keldik. Biz bugun programmamizning alohida bir sonini o'tkazish oldida turyapmiz. Bugun sizlar ko'rib turayotgan son elchi programmamizning 52-soni. Programmamizning tajdorligini Şinjan o'z uchun yemaklik ishlab chiqarish cheklik shirkati o'z ustiga oldi. Programmamizni G'ulja Gultaj yemaklik ishlab chiqarish cheklik shirkati alohida qo'llab keldi. Programmamizni yana Şinjan Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati alohida talab qildi. Bizning programmamizni izchil Şinjan Kamera Madaniyat tarqitish cheklik shirkati ishlab kelyapti. Xo'sh, 52 sondan burun biz tunji sonda ko'pchilik shundoq va'da bergan edik. Yoshlarimizni sahnada qo'l tutishib tushib ketish imkoniyatiga ega qiladi ham ularni nurg'un mukofotlar bilan tartiblaydi. Uningdan sirt yoshlarimizning qonun jihatda, psixik jihatda yo'liqqan masalalarga javob berdi. Eng muhim bo'lgani programmamiz oxirida xulosa sifatida kimlar programmamiz orqali to'y qila oladi. Mana mushunga naq maydonda javob beramiz degan edik. Bugun biz shu savolingizga javob ib keldik. Xo'sh, men javobni aldirab berib o'tmay turay. Programmamizga alohida taklif bilan qatnashgan aziz muhtaramlarimizni tanishtirib o'tgandan keyin men programmamizning bugungi sonini rasmiy boshlab ketay. Şinjan san'at sho'yanining professori, mehribon bog'vonimiz Tursunjon Zunun muallim. Qarshilamiz muallim. Şinjan san'at sho'yanining professori, bizning bakmi suyimlik o'qituvchimiz Gulzar Tömür muallim. Gulzar muallim qarshilamiz. Şinjan san'at sho'yanidan bizning bakmi suyimlik mehribon o'qituvchimiz Zamira muallim. Zamira muallim qarshilamiz. El qalbida mangu egizda turadigan san'atkorimiz, usul xonishimiz Tursunay Ibrohimjon. Qarshilamiz Tursunayda. Töhp ko'rsatgan san'atkorlarimiz qatori o'zgacha o'rindash mahorati bilan ataqliq naqshchimiz desak eg'izimizga liq keladigan Tursungul Qodir. Qarshilamiz Tursungulada. Ataqliq san'atkorimiz Iminniyoz Husayn aka. Qarshilamiz Iminniyoz aka. San'at beg'imizdagi töhpkor bir juftlardan Mantimin aka bilan Farida Mahmud hada. Qarshilamiz bizning dangliq san'atkorlarimiz qatori G'olib akammi bugungi programmamizning eng aziz mehmoni sifatida taklif qilindi. G'olib aka, qarshilamiz. Yiqishlik naqshlari bilan ko'nglimizni ovlab kelayotgan dangliq naqshchimiz Gulbahor Rehimmi bugungi faoliyatimizda alohida taklif bilan aziz mehmonlar qatorida o'tiribdi. Gulbarada qarshilamiz. O'zining sahnadagi to'kpi natijalari bilan bizni so'yindirib kelayotgan san'atkorimiz Habibullah Molla. Habib Taqqa. Habib qarshilamiz. Kasbdishim, dilkishim, so'yimli qurdishim, bu hayotdagi do'stim Nozigul Tursunjon. Qarshilamiz do'stim. Kasbdishim, do'stim, qirindishim Savirdin imom. Qarshilamiz Savirdin imom. Savirdinmi bizning saboqdoshlarimizning ichida ko'p qirliq san'atkorimiz,
riyosatchilik sahnasida o'zgacha talanti bilan ko'pchilikni qoyil qilib kelayotgan Isoq Sulaymon Malik Bektur. Shundaqla Isoq Sulaymon oilasidan Shahzodam do'stim qarshi olamiz. Yosh san'atkorlarimiz qatori Abduvali Nurtaymo bugungi faoliyatimizga alohida taklif bilan qatnashdi. Qarshi olamiz Abduvali. Undan başqa şu yosh san'atkorlarimiz qatori sevimli singlim Gulgina Molla Ahmadmo bugungi faoliyatimizga alohida taklif bilan qatnashdi. Qarshi olamiz. Bizning yosh usul parvonimiz Kamilamo bugungi faoliyatimizga alohida taklif bilan qatnashdi. Qarshi olamiz Kamila. Endi muhtaram korxonchilarimizni tanishtirib o'tishimga ijozat bergan bo'lsanglar. Aldi bilan tanishtirdig'im Xinjiang O'zchin Yemaklik taraqqiyot cheklik shirkatining Shavkat Qodir apandim. Qarshi olamiz Shavkat apandim. Xush kelibsiz. Xinjiang Berginaz xalqaro savdo cheklik shirkatining Yaqubjon apandim. Qarshi olamiz Yaqubjon apandim. Xinjiang Arg'u xalqaro savdo cheklik shirkatining Shokirjon apandim. Qarshi olamiz Shokirjon apandim. Ko'znak uchur fan texnik shirkatining Varis Qurbon apandim. Qarshi olamiz Varis. Xinjiang Cho'ng Ustam Yemaklik cheklik shirkatidan Abdulla apandim. Qarshi olamiz Abdulla apandim. Xinjiang Tirit xalqaro savdo cheklik shirkatidan Xasib Muhammad apandim. Qarshi olamiz. Xotan Qadimiy Chinor yezigilik fan texnik etish cheklik shirkatidan Olimjon apandim. Qarshi olamiz. Xinjiang Chindil Biopan texnik taraqqiyot cheklik shirkatidan Yasinjon apandim. Yasinjon qarshi olamiz. Xinjiang Didar yemak-ichmak cheklik shirkatidan Tosh Ali apandim. Tosh Ali apandim. Qarshi olamiz. Xinjiang Sartan savdo guruhi cheklik shirkatidan Qaysar apandim. Qaysar apandim. Qarshi olamiz. Xinjiang Al-Xumar xalqaro savdo cheklik shirkatidan Abdug'ani apandim. Abdug'ani apandi qarshi olamiz. Xotan Lazzat yemaklik cheklik mas'uliyat shirkatidan İlyas apandim. İlyas apandi qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Xinjiang Adila savdo cheklik shirkatidan Amina xonim. Amina xonim qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Xinjiang Miras kiyim-kechak cheklik shirkatidan Qamariddin apandim. Qamariddin apandi qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Xinjiang Hakim sog'lomlik boshqarish guruhidan Faysal apandim. Qarshi olamiz Faysal apandim. Xinjiang Zibarim xalqaro savdo cheklik shirkatidan Atikam xonim. Atikam xonim qarshi olamiz. Xinjiang Luqman Hakim Biopan texnik cheklik shirkatidan Aytura xonim. Aytura xonim qarshi olamiz. Xinjiang Xandan savdo cheklik shirkatidan Akbar apandim. Akbar apandim qarshi olamiz. Ürümçi Pervishkar yaşanğanlarını kütüş mülazimet çeklik şirketinden Aynur Hanım. Qarşı olamiz Aynur Hanım. Xinjiang Panuz Kütünüş Sağlamlık Başquruş Məsləhətçilik çeklik şirketinden Merhaba Hanım. Merhaba Hanım qarşı olamiz. Faibu Magiyo kiyim-kechakchiligidan Mehmet Tursun apandim. Qarşı olamiz. Xinjiang Al-Nafas Biopan texnik cheklik shirkatidan Qaysarjon apandim. Qarshi olamiz. Xinjiang Yangi asr basma zavodining qurg'uvchisi, an'anaviy korxonchilarimiz ichida to'limi hurmatga sazovor xonim Xalcham Hashim xonim. Qarshi olamiz Xalchamada. Xo'sh, ko'pchilik elchi programmamiz yo'l qo'yilgan 52 son, ya'ni elchi programmamiz hozirgacha qo'yilib, mana 52 sonni qadam bosdik. 52 sonda biz har soha har kasbdagi nurg'un yoshlar bilan tanishdik. Nurg'un oilalardan kelgan farzandlarning hikoyasiga quloq soldik. Demak, elchi sahnasi ismi jismiga loyiq dilbarlar sahnasiga aylandi. Go'zal qizlarimiz, barnoz yigitlarimiz o'rin olgan sahnaga aylandi. Ataqlıq san'atkorimiz Niyaz Husayn akaning Dilbar nomli bir naqshisi bor. Go'zal qizlarimizga bag'ishlangan. Sevgi faslida yoshlarimiz pichirlab aytadigan. Ya'ni shu naqshi bilan boshlab ketamiz. Marhamat. Ataqlıq san'atkorimiz Niyaz Husayn akaning Dilbar nomli bir naqshisi bor. Go'zal qizlarimizga bag'ishlangan. Sevgi faslida yoshlarimiz pichirlab aytadigan. Ya'ni shu naqshi bilan boshlab ketamiz. Marhamat. Yiroqdan talmirib yurdi
Acab sır vermedin dilber Ölüp gönlümü veyrana 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 Ölüp gönlümü veyrana Emin yazganımga rahmat, chiroyli Kamilaga to'lim rahmat. Ko'pchilik elchi programmamiz mana men aytib o'tganimdek bugun 52-soni qadam qo'ydik. Bir yilni 52 haftaga bo'lganimizda biz bir yilimizning eng oxirgi haftadagi programmamizni suratga ilyapmiz. Bugun to'limi alohida son. Mana men sahnada yolg'iz put tasab turib o'zimni azroq yolg'izlik his qilib qelyapman. Garchi ko'ngil ko'zimni to'ldirib sizlar oldimda o'ltag'ininglar bilan izchil 51 sonda 8 nafar qiz atrofimda cho'rdab meni yolg'iz qo'ymagan edi. Ularning his tuyg'ulariga o'rtoqlashib, yoshlikda ularning orzusini anglab to'limi söyüngen, ular bilan tang boshqa turgan, ularning baxti uchun tang sakbari bo'lgan edim. Bugun shu söyümli qizlar mana tövanda sizlarning aranglarda o'ltiribdi. Qarshi olamiz sing'illarim. Xush kelibsizlar. Sizlar bilan elchi programmamiz izchil, bakmi ahamiyatli o'tkazilgan. Rahmat. Xo'sh, elchi programmamizda so'zlab kelsak, hikoya bak ko'p, aslimi bak ko'p. Biz kuladigan
hatto muğlanib o'tirib yig'lab qolgan vaqtlarmi ko'p. Undaqda biz oldingi sondagi programmalarni bir eslab o'taylik. 52 sonda biz kimlarga yo'liqdik, kimlarning hikoyalarini angladik, kimlarning so'zlari uchun teliqib kuldik. Qani ekran qaraylik. Soğuktu yürek küştü Sevgi köyleri gece buluştu Körelmesek yirak ne meyle Kademlerimiz toxtab kalmasın Aramızda kıydaş bulsa meyle ayrılışlar bulmuşsun Cevri capa kelse meyle vazgeçişler bulmuşsun Sevenliksiz insan yok o meyle yalgancılık bulmuşsun Vücudunu sana atay meyle vapasızlık bulmuşsun Yüreğli biz toy kılgıça Üteyli biz mükçey geçer Birla fakat bana senla kerek Sözlerden pervayı pelek Menzilimiz uzun bulsun meyli Niyetlerimiz üç ketmesin Aramızda kıydaş bulsa meyle ayrılışlar bulmasın Cevri capa kelse meyle vazgeçişler bulmasın Sevenliksiz insan yok o meyle yalgancılık bulmasın Vücudumnu sana atay meyle vapasızlık bulmasın Yüreğli biz toy kılgıcı Üteyli biz müşkey geçer Yüreğli biz toy kılgıcı Üteyli biz müşkey geçer Yüreğli biz toy kılgıcı Şairlarning shundaq bir so'zi batdi. Qarchiqda qatgan surat deb. Elchi programmasidagi o'zaro qo'l tutishib tushib ketishgan yoshlar mening qarchig'imda qatgan surat. Xo'sh, biz 1 yillik safardosh bo'ldik. Birga safarga chiqdik. Gohida etimiz herib qolganmi bo'ldi. Lekin safarni davom etmagimiz kerak edi. Chunki biz atni bu musobaqa sog'inimizda etimizning herib qolmasligini umid qilgan. Ko'pchilik bilan birga oxirgacha bu musobaqani tamomlashga va'da qilgan. Men bilan tang shu va'dalashganlar ichida ikki sevimli ustoz bor. Ular izchil elchi sahnasida yoshlarimiz uchun eng ishonchli hada aka bo'ldi. Xo'sh, biz bilan safarga chiqqan bu sevimli ustozlarimiz bo'lsa, Şinjan Subi Advokatlık Ornining hamkorlashuvchisi, Abdunum rayonlik ayollar birlashmasining
mutaxassislar ombiriga tizimlik kirgizilgan mutaxassis, dangliq pishqan advokat Fatigul Abduqodir. Chapatatınız Fatigulada 1 yillik musobaqa qisqa, uzun desi uzun. Lekin siz izchil ko'pchilik uchun g'am yedingiz, ko'pchilikning so'ragan savollariga naq maydonda javob berib, ko'pchilikning g'amlarini azlatdingiz. Rahmat sizga. Xo'sh, yana bir söyümlük ustozimiz bo'lsa, hammamiz yaxshi ko'radigan, to'limiz söyümlük safardishimiz, psixika maslahatchisi Ali muallim. Ali bilan safardosh bo'lishmi, bakmi ko'ngillik. Chunki gahida ba'zi masalalarga javob topolmay qolamiz. Hammamiz. Yoshlar emas. Yoshligida mengayotganlar, tirishayotganlarmi? Ali bu sahada o'zining rolini to'lim yaxshi joriy qildirib kelayotgan kasb egasi. Elchi programmamizga qatnashgan qizlarimizning ishonchlik akisi, yigitlarning hamrohi, do'sti, dilkishi, safardishi. Alimo bir yil jarayonida ko'p javob tatdi. Hamon Ali, herib qolmang. Rahmat. Xo'sh, xuloslab aytganimizda biz bu 1 yilda yoshlarimizga barimizni berdik. Balkim 2 qadamli yoshlardan baldur og'inimiz uchun yosh jihatda, tajriba jihatda turmush qurib oila tutayotgan holatimizda yoshlarimizga ulgu bo'lish uchun o'zimizni mukammallashtirishga ko'p tirishchanliklarni ko'rsatdik. O'zimiz haqida ko'p o'ylandik. Bu jihatda biz yoshlarga rahmat aytamiz. Chunki yoshlar gohida bizim o'ylamagan nuqtalardan chiqdi. Demak, yoshlarmo ko'p o'ylandi. Demak, program uchun ajr qilganlar oxirgi hisobda barimizni yoshlarning baxti uchun atadik. Xo'sh, navbatda dangliq ovoz artistimiz Guljamal Sabitni barimni al degan naqshni o'rlab berishga taklif etamiz. Qani, billa anglaylik. Navbatda dangliq ovoz artistimiz Guljamal Sabitni barimni al degan naqshni o'rlab berishga taklif etamiz. Qani, billa anglaylik. Gözlerimni al, sana qarasın. Yürügümni al, seni ile suysun. Yaşlarımni al, sen üçün dökülsün. Hemmini al, sana ile verdim. Addiliki uzdur köngülni. Her kısmeti bardur. Ömrümni al, sana ile verdim.
Elçi programımız suratga ilinayotgan 1 yildan buyon bizga qolgan esdaliklar bakmi ko'p. Gahida uyga qaytib, qo'lim ishda bo'lsa-mu, xiyolim elçi sahnasidagi qizlarda bo'lib qoladi. Gahida qizlar ma'lum bir yigitlar bilan tushib ketib, uning bilan ko'ngilsiz xo'shlashganligini bizga aytsa, u qiz uchun ko'nglimiz yerim bo'ldi. Ba'zi yigitlar o qiz bilan toza chiqishib bo'lmayotgani, shunga ayrilib ketganligini xijilchilik bilan bizga aytsa, u yigit uchunmi dilimiz sakbori bo'ldi. Demak, elçi sahnasi bizga bir turlik muhabbatni rishta qilib mahkam o'rnatib atdi. Bu muhabbat egilari albatta Fatugul Hadam ham Ali. Mushularni o'zi ichiga olgan chambarsimon muhabbat ichida hammamiz bor. Meningcha sizlarning aslimanglar ko'p bo'lishi mumkin. Manga o'xshamaydigan tuyg'ularda bo'lgan bo'lishinglar mumkin. Men o'ylamagan taraflarni sizlar o'ylagan bo'lishinglar mumkin. Ikkingilarning yurak so'zini anglaylik. Qani, Fatugulada. Elçi programımız bir yıllık musafini baştan ötkazdi. Muş jarayonda men muş program orqali her millat xalq ammasıga qonundan maslahat berib keldim. Men muşuningdan hamda mushu kan xalq ammasınınki o'zining mushu qonun orqali o'zining huquqini qo'g'dash engining o'sganligini his qildim. Buningdan keyin yana mushu qonun tashviqotida yana bir kişilik töhfemizni qo'shib, ommaninki qonun orqali o'zining huquqini qo'g'dash jihatda töhfa qo'shimiz deb qarayman. Aldı bilen hamda mushu programmaning manda noç chiqqanligini endi bildim jumami biraz gap qilsam. Buga mushat ko'rib ekranda shunda bir hayajonlandim, balani ko'rib. Demek mushunchalik qila olganken mush programmani qilgan Qasımjon bo'lgan qoyilligim yana bir daraja o'sdi. Men Qasımga dedim, bu program bir üspitilayotgan bir programma. Sen bunu qanday bir xulosalaysan? Biz bunu xulaslamaymiz. Bu bir bala. Bu menda cho'ng bo'ldi, yiqildi, cho'ng bo'ldi, yiqildi. Biz bunu yiqilmaslik uchun emas, yiqilgan degan qanday qo'pishib tarbiyalashimiz kerak. Har bir sening qiyinchiliking, mag'lubiyating bu degan o'ptayish deb tushundim. Biz ba'zida mag'lubiyatni pulga setib olishimiz kerak. Bunu bir dana degan. O dana kimdi deb qolmanglar, menjimi. Demişki biz mag'lubiyatni pul setib olishimiz kerak. Çünkü o adam bedindeki asli yuşurup kalgan akletlerini tazlaydı. Şunu sen texnika g'alaba qilish uchun chiqmaysan, mag'lub bo'lish uchun, zürür bo'lgan mag'lubiyatni beshingdan kechirish uchun chiqsa, sening tunji, sening mag'lubiyating ikkinchi qatimli g'alaba uchun to'laydigan bir boj, bir bedel. Sen bunu to'lamay ishga borolmaysan deyman. Şuna bunday ekanmi shu sahna chiqadigan bolalarga nisbatan hargiz kallasida g'alaba qilish uchun chiqmaslik kerak. Mag'lubiyatdan iborat. Bu zuri bo'lgan badalni to'lash uchun chiqish kerak deb qarayman. Shu hamda eng oxirida bir narsa unutib qolibdimi? Mushada nurg'un san'atkorlar biz kichik vaqtimizda ko'rdigan san'atkorlar bilan bir jo'z o'tirib qolibdim men. Aytganingiz jiddiylik bitib bormay rostga qilsam. Hamda aql paraset falsafaning eng yuqori nuqtasi san'at deyildi. San'at eng yuqori nuqtasi. Shuna san'atning butun dunyoda bir o'lmaydigan, ham bunday kim o'lmagan bir hodisa bo'lib shakllanishning sababi shu. Chunki inson aql parasetining yuqori nuqtasi. Shu mush fursatdan foydalanib, mush usteldagi hamma boshqa usteldagi san'atkorlarga mendan to'limi az chiqadigan cho'nqir salomimni yetkazma. Rahmat sizlarga. Rahmat Ali. Bugun Ali xili gapga pixsiqlik qilmay so'zlab berdi-ya. Ali gaplarni gramlab qo'ydi qayda. Elchida qiz yigitlar so'rab turib olmoqchi jim qapaqin turib o'tirib olgan vaqtlari bor. Mana bugun biz bir oila kishilari, mayli korxonchilarimiz bo'lsin, mayli san'atkorlarimiz bo'lsin, mayli parda oldi kayinda xizmat qilayotganlar bo'lsin, elchi sahnasini cho'rdigan bir oila kishilari jam bo'lib o'tiribdimiz. Sizlar bor, elchi sahnamiz bor. Bayatdan beri Fatugul Adam so'zlayotdi. Qonun maslahati berish orqali ko'plagan kishilarningki qonun orqali o'zini qo'g'dashga bo'lgan ehtiyojining o'sayotganligini ko'rib xush bo'ldim deb. Haqiqatan bu bizning elchi sahnamiz
mana ko'rmanlar bilan yuz ko'rishgandan buyon izchil elchi programmamizning ayrim tor adresiga va yoki hatto bizga shaxsiy uchur yo'llab Fatiguul adamning telefon nomerini so'raydiganlar bor. G'oyida xijolatchilikda nima qilishimizni uqmay qolamiz. Chunki har kimning shaxsiy bo'shliqi bo'lishi kerak. Fatiguul adamning xizmatdan charchagan damlarda aram ilvasi bo'ladi deganga unimay telefon nomeri so'raganlarga deb berib qolamiz. Alining telefon nomerini shundoq so'rab ketadiganlar bor. Demak, biz bugun elchi programmamiz yo'l qo'yilib 52 songa qadar bo'lgan eng go'zal ko'rinishlarni ko'pchilik bilan ham bahriladik. Putlarimiz qapirib, sahna kayinda ko'z yoshlarimiz to'kilib ketgan vaqtlar bor. Atigandan boshlab suratga ilinib, ta kash bo'lguncha chiroqlar o'chib, chiroqqa aram elish fursati bo'lgan, lekin bizga aram elish fursati bo'lmagan damlar bor. Lekin ular ko'rinishga ilinmadi. Nima uchun? Chunki elchi sahnasi boshdalar ko'pchilik uchun eng go'zal holatda xizmat qilamiz. Muhabbatni ko'pchilikning oilasigacha yetkazamiz degan maqsad bilan ro'yobga chiqqan shu holatni mengayotdi. Xo'sh, elchi sahnasiga ro'yobga chiqishiga eng kuchli asos bo'lgan shunday bir suyimli shaxslar bor. Ularni tilga olsam, birinchi bo'lib men ajoyib hayajonlanaman, xush bo'laman. Men ular bilan ayni vaqtda saboqdosh edim. Bir sinfdagi ilmdosh edik. O'xshash o'qituvchilardan mana bu sevimli bog'bonlarimiz o'ltiribdi. Tursunjon muallimdan, Gulzar muallimdan, Zamira muallimdan biz saboq olganlar edik. Hayot haqiqatlarini ustozlarimizdan o'rganganlar edik. Muloyimlikni, qattiq qo'llikni biz muallimlarimizdan o'rgangan. Xo'sh, vaqt bilan baygaga tushgan, o'zining yoshligida to'hfa yaratish uchun aldirayotgan sevimli saboqdoshlarimdan dangliq aktyor, Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish cheklik shirkatining qurg'uvchisi, elchi programmasining film ishlaguvchisi Qasim Qurban. Qasim, jafo tatding saboqdoshim. 1 yillik safardoshlik hayotimiz bizning 5 yillik saboqdoshlik hayotimizga o'xshashli qimmatlik. Rahmat sana. Xo'sh, elchi sahnamiz uchun kech-kunduz sakbari bo'ladigan yana bir tirishchan dilkishim bor. U bo'lsa-mu, mening o'xshashli saboqdoshim, safardoshim, do'stim, Şinjan radio televiziya stansiyasining ssenaristi, rejissor Mahmudjon Hashim. Xo'sh, xulosligimizda ko'pchilik 52 son, 52 qadam. Biz pishib yetildik deb aytmaymiz. Ali aytgandek biz o'z bitilyapmiz. Biz kamchiliklarni to'liqlashga aldirayapmiz. Biz ko'pchilikka ko'proq bahr basak deb tirishchanlik ko'rsatyapmiz. Balkim kamkutiyalarimiz bor, lekin korxonchilarimizning madad ilhomlari bilan, qo'llashi bilan biz bu musobaqani o'ngishli tamomlashga ko'zimiz yetdi ham ko'zimiz yetdi. Xo'sh, bizga ulgu bo'layotgan turmushda, kasbda, o'zininki pishqan hayotida yiqishliq naqshlari bilan bizga muhabbatning nimaligini so'zlab berayotgan san'atkorlarimizdan Mamtimin akam bilan Farida adamga sahnani bersam, jup yurak degan naqshlar bilan sahnamizga qadam olgan bo'lsanglar. Qani, marhamat. Turmushda, kasbda, o'zininki pishqan hayotida yiqishliq naqshlari bilan bizga muhabbatning nimaligini so'zlab berayotgan san'atkorlarimizdan Mamtimin akam bilan Farida adamga sahnani bersam, jup yurak degan naqshlar bilan sahnamizga qadam olgan bo'lsanglar. Qani, marhamat.
sürümüz, tan sürümüz. Ömürlük bir emra bulsa, emra bulsa. Her işte ya yelek bolsa, yelek bolsa. Yana nime arman kılsın, arman kılsın, arman kılsın. Ayrılmazcı yürek bolsa, yürek bolsa. Yana nime arman kılsın, arman kılsın, arman kılsın. Ayrılmaz yürek bulsa, yürek bulsa. Bu dünyanın yapasını, yapasını. Bile yaşa tekürümüz, tekürümüz. Hayatın gül teyzeni, gül teyzeni, gül teyzeni. Güle gülü tensürümüz, tensürümüz. Bu hayatın gül peyzini, gül peyzini, gül peyzini. Güle gülü tensürümüz, tensürümüz. Güle gülü tensürümüz, tensürümüz. Biz programını ishlab ketib berish jarayonida, pishib yetilish, o'sib yetilish davomida san'atkorlarimizdan davomli o'rganish kerakligini his qildik. Chunki san'atkorlarimiz o'zining may bog'lagan vaqtlarda xalqimiz sig'ingan nomerlarini elchi sahnasi orqali ko'pchilikning huzuriga taqdim etdi. Albatta, bu bizning sharafimiz, bizning utqimiz hisoblanadi. Elchi programmamiz birinchi qismi suratga ilinib, mana hozirgacha ko'pchilikning diqqatini tortgan mundaq bir so'z bor. Agar siz qo'l tutishib to'y musofasiga ulasha olsangiz, o'yilnish xiti ola olsangiz, undaqda siz sayya sayohati bilan ta'minlanasiz. Ya'ni sizning berib kelish Şirinay sayohatingizning butun rasxotini programmamiz va yoki programmamizni qo'llagan shirkatlardan falon shirkat ustiga oladi degan so'zni ko'plab aytdik. Masalan, bosh ustam markasi bilan tonilgan Şinjan Argo Xalqaro savdo cheklik shirkati sizlarning sayya sayohatinglarning barliq chiqimini o'zi ustiga oladi degan iborani men ko'p qitim aytdim. Balkim sayyoga bora olganlar bak ko'p emas, lekin yo'qmi emas. Biz va'damizni amalga oshirdik. Qo'l tutishib sahnadan ayrilib o'yilnish xiti ola olganlar haqiqatan mu Şirinay fasliga ulashdi. Biz va'damiz bo'yicha barliq rasxotini ko'tarib, ularning go'zal safariga sababchi bo'ldik. Qani shu kartinalarni bir ko'rib boqaylik ko'pchilik, ekran qaraylik.
Yaxshimisilar ko'pchilik. Men Elchi programmasining 51-sonidagi Rayma Abduxelil bo'laman. Yaxshimisilar ko'pchilik. Men Elchi programmasining 51-soniga chiqqan Arafat bo'laman. Qarqashli Arafat. İkimiz Elchi programmasi orqali to'y qildik. Elchi programmasiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Shundaqla programmani mudirlarga ko'ngil sog'lig'iga erishdik, sayohatlarga erishdik. Bu jarayonda xil yaxshi ta'sirotlarga ega bo'ldik. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Salam ekran alıp görürmənlər. Mən Elchi programmasının 37-ci sonunda Qayrinsa bilan qo'l tutuşub ketgan Tursunjon. Yaxshimisilar, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Men mushu Elchi programmasining 37-ci sonida Tursunjon bilan qo'l tutuşub ketgan Qayrinsa bo'laman. Biz hayat jarayonida ishkir o'lkalardagi eng chiroyli go'zal shahar bo'lgan Shanxay, Nanjing, Wuxi, Suju qatorliq 5 shaharda sayohatda bo'ldik. Mushu sayohat jarayonida ishkilan bir-birimizni texmo yaxshi va chunqur tushunib yetdik. Sayohat jarayonida endi eng men ta'sir qilgani men yangi to'y qilib sayohatga chiqishimki shunday qilib o'z sevgan odam bilan sayohatga chiqish shunday yaxshi bo'lgan. To'y qilish jarayonida ko'rikli rol o'ynagan Elchi programmasiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rastımda desem ağzımda yumamayla kaldım. Köp ensiraş bilen uzutimiz. Gayda işkilenimiz. Derhal kol tutuşup kalsa hatta tenteklik kılıvatam dağandı, yaşlı kılıvatam dağandı, kim püşayman kıp kalmaydıgandı dep oylandınız mı sığılım? Rast ayrılamsız dep xuddi kızıdan ayrılış aldıp duruvatkan anıdek boğan tuygulurum yadımda. Rast düşüp gitemsiz? Ep qalğan ba. Bu kızga iyi bulalamsız? Jigitni so'roq qilib ketganlarim bor. Chunki qon qinimizga singib ketgan qiz ayollarni asrash balkim bizga ota-onamizdan udum qolgan bo'lsa kerak. Mana bugun ularning chiroyidagi shodiyani kulkilarni ko'rib, men xotirjam bo'ldim. Malla emas, elchi uchun sahbari bo'layotgan Patugul odam Ali ishkanlam so'yinib ketdinglar deyman. Albatta bizga hamroh bo'layotgan sizlarmi xush bo'lgansizlarmi? Rahmat. Xo'sh, ko'pchilik biz endi shu to'y qilganlarni sahnamizga bir taklif etgan bo'lsak, bizmi va'damizni amalga oshirib, naq maydonda ularga to'y qildinglarmi degan savolni qo'ya olsak, ularni ha degan javobi bilan necha vaqtdan buyon ichinglarda tugun bo'lib qolgan, savol tariqasida qolgan elchi zodi qilalarmi degan bir qator savollaringizga o'zi javob bergan bo'lsa, qani qo'l tutishib sahnamizga marhamat qilinglar. Nevram tug'ilish oldidek turdi. Yaxshimisiz singlim? Yaxshiman. Enim yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshiman. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib ben xush bo'ldim. Sizlarni sevgandik. Hurmatli mehmonlar, yaxshimisizlar? Aqtan bilan Mahfiratdan amanlarga o'ttiq salom. Biz Kamera Madaniyat tarqitish shirkatining Elchi sahnasida qo'l tutishib, mana bugünkidek illiq oila qurdik. Bizdan bilan xo'sh qildig'ini, ta'sirlantirgani xizmatchilarning mas'uliyatchanlikdan qilgan har bir xizmati hamda kameraning bizga shunday she'rnay sayohat o'rnashtirib, unutilg'isiz bir minutlarni berdi. Sizlarga rahmat. Rahmat. Kapat ehtimiz edi. Arziydi. Ishqinlarni ko'rib, texim arziydiganligini his qildim. Mahfirat, uzun chashlar kesilib ketibdi-ku. Tug'utdim oson bo'lsin deb. Qancha oylik bo'ldi? 8 oylik bo'ldi. Diqqat qiling ha. Asrang ha Mahfiratni. Cho'qim. Mahfiratdan siz to'liq rozidek-a inim? Rozi.
İşkanlarning turmushi ko'ngilli ketyaptamdi. Ko'ngli ko'tardi. Urush talashlar yo'q. Bu shunday gapimni anglaydi. Çok yaxshi. Endi o'ylanishga yetib bo'ldim. Demak, Mahfirat mang'il tava deb o'ylab qolmang. Qandaqli bo'lmasin, Mahfirat singlim Elchi programmasi orqali sizga yo'liqqan. Sizmi Elchi programmasi sababchi Mahfirat singlim bilan uchrashgan. Davomliq ayang, asrang, qadrlang enimi? Bo'ldi, rahmat. Ishqinglarga rahmat. Sizga rahmat. Cho'nglarga bizdan salom aytinglar. Bo'ldi. Voy, Alining so'zi bor ekan-a? Mavo to'la jin shulabdi mavo. Ma'ning amal yo'q, rasulabdi mayish. Ammo ma'valning ismini men qo'ymayman. Men qo'ymayman, sizlar Hozirlar ko'pchilikning oldida qo'yaylik. O'g'il bo'lsin deb qo'yamiz, qiz bo'lsin deb qo'yamiz. Mushkisi chiroyli to'lab meni. Qaydisini qilsin deyapsiz. 2 metr sarjilar 4 bachka qanni qo'yganni qo'yib berma demamsiz. O degan cho'ng ishmasma. Ism degan mo'yam ishkanlarga cho'nglining gapini anglamay, tushundan anglamoya. Ular shu dadislarning ismini qo'yibdi o'tirdi. Men qo'yib birma balning ismini. Men sizni ko'rib, rostga qilsam shunda bir xo'shlab ketib bor, o'zim bilan o'zim bakashlar xo'shlab ketib borman. Shuningizning meni xo'sh qilganligiga chin qalbimdan rahmat. Baxtli bo'lib ketinglar, baxtli bo'lib ketganliginglar chiroyingizdan chiqib turdi. Rahmat. Fatigalada sizning cho'qim yaxshi tilaklaringiz bor. Men bu bir juplarni ko'rib, rasbah xush bo'ldim. Buningdan keyin texnik baxtli o'tishinglarga, hamma ishinglarning o'ngishli bo'lishiga tilakdoshman. Rahmat. Yurak so'zimni aytmasam ichimda qolib qoladi. Aqdam, siz ayni vaqt Mahfiratning qo'ldan tutib, tatib etishib ketishning oldida men eng ansirgan. Chunki Aqdam ba'zi bir savollarimizga shunday yengillik bilan javob berganida, men Mahfirat o'ylashganmidi? Mahfirat tushib ketamsiz degan qayta so'rg'inim yodingizdami? Demak, ansirishimizning behojat ekanligini ishqinglar mana shu baxtli minutlaringlarda bizga so'zlab beryapsizlar. Rahmat enim, rahmat singlim. Ishqinglarga bakmi yarışadigan bir naqshi bor. Xuddi ishqinglar uchun ijod bo'lgandek. Ishqinglarga o'xshash yoshlarimiz uchun ijod bo'lgan. Ishqinglarga o'xshash baxt egalari anglasa so'yinib ketadigan bir naqshi bor. Anglamsizlar? Undaq bo'lsa, bu naqshni sizlar biz hammamiz yaxshi ko'radigan yosh naqshchilarimizdan Abduvali Nurtay bilan Gulgina Mulla Ahmad o'rinlab bersin. Huzuringlarga muhabbat. Menga muhabbatlik bo'linglar insonlar. Aqdam yo'li bilan astam yansonlama. Mana bular sahnamizda uchrashgan muhabbatlar. Qani huzurimizda muhabbat. Bular sahnamizda uchrashgan muhabbatlar. Qani huzurimizda muhabbat. Söygen yarımga sovg'a qildim naqshamni zatmu güzel muhabbetli tulunaylı akşamni Dildin söygen yarımga sovg'a qildim naqshamni güzel muhabbetli dolunaylı akşamleyin ayrılmayız ikimiz mengü giriştiniz sevgi izhardı gönlümüz bu bozulmaz derdimiz muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbetim sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbetim sen.
muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbetim sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbetim sen. Muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbetim sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbetim sen. Elç keptu yar üyiga